Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bu ishimizni Samarqand viloyatiga 14 kishilik qilib tayyorlab berganmiz. Oldin ko'rinishlariga kelamiz. Yo'llarini patina qilib, turistik materiallar qo'yib, chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Sidina qismlari 12 sm machaykalar bilan qoplangan. Orqa ko'rinishlar xuddi shunaqangi, broshkali holatda, parda gilamlarga moslangan holatda. Narxiga kelamiz. Narxi 7.800.000 so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Andijon ichida dastavka bepul, qolgan viloyatlarga kelishgan holatda. Keyingi ishimizga o'tamiz. Keyingi ishimiz 16 talik qilib tayyorlab berganmiz. Materiallari katta chenton materialda, sidina qismlariga 12 sm machalkalar qo'yib berganmiz. Yog'ochlari 100% yong'oq yog'ochda. Orqa ko'rinishlari broshkali holatda, xon taxtasi uzunligi 420 ga 120 qilib 4 ta oyoqlar qo'yib beramiz. Peshxon qilib ishlasanglar ham bo'laveradi. Keyingi ishimizga o'tamiz. Keyingi ishimizni 8 talik qilib Toshkent shahriga tayyorlab berganmiz. Bo'limiz ham xuddi shunaqangi yog'ochlar yong'oq yog'ochda o'zidan, oldi ko'rinishlari chester holatda, sidina qismlari 12 sm qilib qo'yib berganmiz. Orqa ko'rinishlari broshkali holatda. Xon taxtasiga kelamiz. Xon taxtasi 275 ga 120, 110 qilib tayyorlab berganmiz. Peshxon qilib ishlasanglar ham bo'laveradi. Kimga shunaqangi sifatli mebellar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Manzil Andijon viloyati Oltinko'l tumani. Obuna bo'lishni unutmanglar.